Organizmda foliyaviy kislotaning yetishmovchiligi eritrotsitlarning sintezi va ularning bo'linishi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni yuzaga keltiradi. Natijada odatdagi eritrotsitlardan hajm jihatdan katta bo'lgan megaloblast hujayralar hosil bo'ladi. Ular normal eritrotsitlarga nisbatan kam samarali hisoblanadi, ya'ni kam kislorod biriktiradi. Natijada organizm kislorod tanqisligidan aziyat chekadi. Bunday paytda megaloblastik anemiya yuzaga kelishi mumkin. Bunday paytda bemorlarga temir preparati bilan birgalikda foliyaviy kislotani ichish tavsiya qilinadi va eng yaxshi preparatlardan biri bu ferlatin fol hisoblanadi. Ammo ba'zi bir bemorlar ushbu preparat tarkibidagi foliyaviy kislotani qanday ichish tartibini bilishmaydi. Keling shu haqida qisqacha aytib o'tamiz. Bunda preparatni qopqog'ini ochamiz va mana bu qismini qattiq bosamiz. Bu preparatning ichiga foliyaviy kislota tushadi. Yaxshilab chayqatamiz. Eslatib o'taman, ba'zi bir temir preparatlarni silkitish, chayqatish mumkin emas, uning tarkibi o'zgarishga olib kelishi mumkin, lekin aynan ferlatin folni qattiq chayqatilganda ham uning tarkibiy qismi o'zgarmaydi. Foliyaviy kislota temir preparatiga qo'shilgandan so'ng juda ham tez fursatlarda ichish tavsiya qilinadi. Aks holda foliyaviy kislotaning samaradorligi pasayib ketishi mumkin.